Assalomu alaykum hammaga. Bugun 5-mart. 8-martga tayyorgarlik. Ajoyib evkalipt gullari piyon bilan birgalikda. Nafislik. Mana bunday salafan paketlarda kulturnikni bundoq qilib podarishni nimalarni mana shundoq olib borish uchun, olib yurish uchun, padaka qilish uchun. To'g'ri ushlolmadim ben. Hozir bu taraf salimdaroq turdi. Aslida bundoq turadi bu. Men qo'lda to'g'ri ushlolmadim-da. Shunaqa nimalar. Kulturni. Shunaqa ko'ki gilob ranglardan. Hammaga padaka uchun 8-martga padakaga 100 ming so'mdan deyapman. Shunday chiroyli prasarachni salafan paketlarda, garoxli sumkachalarda. Mana bu esa simichka gulimiz. Hamma yaxshi ko'rgan simichka gullari. Bularning narxi 40 ming so'mdan. Bu paketdagi gullarimiz narxi paketi bilan 100 ming so'm, bepaket 80 ming so'mdan. Bular 40 ming so'mdan simichka gullarimiz. Orxideya 5 shoxli. Mana qaranglar, 5 shoxli orxideyalarimiz. Bular ham 40 ming so'mdan. Keyin yana bular geran gullar, katta geran gullar. Hozir tiqilinch joyi nima bo'lgani uchun, torroq bo'lgani uchun nimaroq qildik. Tiqib qo'ydik, bosib. Mana shunday kattasi bu. Geranni 3 turi bor. Bu eng katta razmeri. Katta bo'ladi mana shundoq. Bular ham 80 ming so'mdan. 100 ming so'mdan bozorlarda, nimalarda sotilyapti. Kattasi men 80 ming so'mdan sotyapman. Optimga birdan. Optim narxida, endi dona narxiga beryapman. 80 mingdan qilib. Bular har xil ranglari bor. Aralashib ketdi bu birga teginib. Mana qaranglar qanaqa chiroyli. Fioletli, sariq, rozevi, qizil, rozevi och, rozevi undan ham och. Shunaqa qizil, ko'k ranglari. Ilk mumbukalarimiz. Bular hammasi bayramga. Bular 40 ming so'mdan mana shu turishda.